Firibgarlik yo'q narsani bor qilib ko'rsatishlikdir va bu islom dinida juda ham qaytarilgan, mazammat qilingan bir illatdir. Payg'ambar alayhisolatu vassalom o'zlarining hadislarida marhamat qiladilar: "Man g'ashshana falaysa minna." Kim agar bizni aldaydigan bo'lsa, u bizdan emas. Bu hadis juda ham og'ir ma'nodagi hadis. Har bir musulmonni, har bir Muhammad alayhissalomga ummatman degan kishini o'ylovga qo'yadigan bir hadis. E'tibor qilinadigan bo'lsa bu joyda kim agar bizni, ya'ni musulmon ummatini aldaydigan bo'lsa, bizdan emas deyilyapti. O'zini manfaati uchun boshqalarni zararga qo'yishlik katta bir xatar ekanligini mana shu hadisdan ham bilib olsak bo'ladi. Firibgarlikning turlari juda ham ko'p. Bugun hayotimizda hamma sohada firibgarlikka duch kelishligimiz mumkin. Qurilishda bo'lsin, oziq-ovqat mahsulotlarida, ijtimoiy tarmoqlarda, oldi-sotdilarda, hamma jabhada. Lekin bularning ichida insonni hayotini barbod qiladigan firibgarlik yo'llari ham bugun uchramoqda. Ayniqsa nikoh masalalarida. Nikoh masalasida ham kasalliklarni yoshirish yoki ba'zi bir illatlarni yashirish sababidan qanchadan qancha oilalar parokanda bo'lib, qanchadan qancha kishilarning hayotlari barbod bo'lib ketmoqda. Shuning uchun ham musulmon kishi bir ishni qilar ekan, o'zini manfaatini o'ylab, boshqalarni zararga qo'yishlikdan uzoqda bo'lishligi, halol, pokiza hayot kechirishlikni o'ziga lozim tutishligi kerak bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.